turmush o'rtog'i har kuni urgandan shunchalik o'rganib qoladiki, menga kelishadi-yu. Kelib aytib berayotgandachi bir emotsiya yo'q. Xuddi bir oddiy holatdek, xuddi tabiiy holatdek gapirib beradi. Chunki nochorlik sindromiga uchragan. Chunki bu o'rganish bo'lib qolgan o'sha. Chunki bu bolaligidan ko'rib kelgan o'sha ota-onasini kunda kunori otasini onasiga qo'l ko'tarishini, janjalni ko'rib kelgan bo'lishi mumkin. Gohida sabr qil degan tushuncha bor. Sabr qil deb oxiri shunaqa holatga keladiki, taqdirga tan beradi. Tanasini sezmay qo'yadi. Tana yo'q organizmda. Faqat kalla bor, quloq bor, ko'z bor, bo'ldi. Tanasidagi hissiyotlar, tanasidan o'tayotgan tuyg'ularni sezmay qo'yadi. Buni yomon oqibati ham bor. Yomon oqibati shundaki, qanaqadir og'ir kasalliklarni kelib chiqishini asosiy sababi tanani sezmaslikdan bo'ladi. Mana qarang. Eringiz uryapti. Eringizni urganini og'rig'ini sezmayapsiz. Bu degani organizmingizda qanaqadir kasallik o'zini og'rig'ini sezdiraman desa ham, uni ham sezmay qo'yasiz. Keyinchalik bu kasallik tuzalmas og'riqqa aylanadi. Birgalashib hissiyot sababli. Hissiyotni ham sezmaydi. Haqiqiy o'sha rivojlanmay qolgan meni qarang, saraton kasalligiga aylanib ketishi mumkin. Chunki rivojlanmagan meni atrofiyatsiya qiladi-da, yolg'on meni shakllanadi-ku. 200lamachi yolg'on meni. Chidashing kerak, ko'tarishing kerak, o'sha og'riqlarga sabr qilishing kerak degan yolg'on meni ko'tarib yuraveradi, lekin bolalikdagi qolib ketgan og'riqli haqiqiy meni bor-ku, atrofiyatsiya qilib saratonga aylanishi mumkin. O'sha meni tanasini qaysidir qismida olov berib, og'riq berib yotadi, lekin u og'riqni sezmaydi odam. Chunki kaltaklar natijasida tana pishib ketgan. Og'riqni sezmaydigan holatga olib kelgan. Nafaqat tashqi olamdagi og'riq, ichki olamidagi og'riqni sezmagandan keyin u kasallik oldi olinmasa issig'ida. U tuzalmas har xil yomon kasalliklarni yuzaga keltirish ehtimoli oshib ketadi. Shuning uchun tanadagi og'riqni sezmadingmi? Bilkinki bu signal, shu nafaqat tashqi olamdagi tanadagi og'riq, balki ichingdagi og'riqlarni ham sezmay qo'yding degan. Qatizdir og'risa, to'g'ri doktorga borib, uni davosini qidirishga tushasiz-ku. To'g'rimi? Og'rig'ini sezmasangizchi, yuraverasiz, doktorga ham bormaysiz, hech qayerga bormaysiz, yuraverasiz. Meni hayotim shu ekan. Davleniyasi bir xillarniki 200 dan oshib ketgan, lekin sezmasdan yurganlar qancha? Tasavvur qilyapsizmi? Taq etib keyin yurak to'xtab o'lib qoladi, yo insult bo'ladi, yo infarkt bo'lib o'lib qoladi. Qattan bu. Chunki sezmaydigan darajada bo'lib ketgan.